Assalomu alaykum barchaga. Bugungi obzorimizda 3 xonali kvartirani 4 xonaga qilingan varianti yangi domlardan vokzal hududi choy fabrikani oldida 3-qavatda joylashgan kvartiramiz. Kvartiramizda obzorini kirish eshigidan boshlaymiz. Siz bo'lsa like podelиться qilsangiz xursand bo'lardim. Bu kvartiramizning kirish qismi 3 xonalik bo'lyapti. O'ng tomonda birdaniga bolalar yotoqxonasi. Ana shunday derazalar bor, parda gilamlari bor ekan. Xonamiz shifti balandroq ekan, ko'rishingiz mumkin. 3 metrdan ziyod bo'lishi ham mumkin. Va uyimizda hojatxona, hammom qismi. Issiq suv uchun ariston qo'yilgan. Mana shunday hammom qismi, fortichkalar bor ekan. Keyingi xonamiz bu kattalar yotoqxonasi. Ta'mirlari eskiroq bo'lsa ham, lekin juda ham a'lo darajada turibdi. Ozgina shunday tozalab ta'mirlaydigan joylari bor ekan. Keyingi xonamiz bu mehmonxona bo'lyapti. Mehmonxona mana shunday ko'rinishda, mebel jihozlar bor, televizorlar bor va mehmonxona orqali 6 metrlik balkon. 6 metrlik balkonga o'tirib ovqatlanadigan joy hamda oshxonani shu yerga ko'chirgan. Kir yuvish mashinasi bor, gaz plita va isitish tizimi, duh kontrolli kotel turibdi. Vысечkalar hammasi ishlaydi. Keyingi xonamiz bu eski oshxonaning joyi, bemalol bolalar yotoqxonasi sifatida foydalansa bo'ladi. Aziz do'stlar, bugungi kvartiramiz juda ham zo'r, juda ham fayzli ekan. Kimga yoqgan bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Aytgancha 82 kvadrat, narxi 72 ming, ozroq savdosi bor. Ipotekaga oluvchilar bemalol ipotekaga olishlari mumkin ekan. Hammaga rahmat.